chekka bir qishloqda yashaydigan bir bola bir kuni bir qizni sevib qoladi. Otasiga kelib, dadajon, men falonchi qizni sevib qoldim, yaxshi ko'rib qoldim. Shu qizni menga olib bermasangiz bo'lmaydi deydi. Dadasi bunga rozi bo'ladi-da, ertasi kun qizni uyiga sovchilikka boradi. Sovchilikka borsa, qiz katta patnislarda nonlar, choylar bilan o'sha otaxonning oldiga keladi. Va o'sha otaxonning ko'zi qizga nogahon tushadi-da, unga muhabbat paydo bo'ladi. Qizni sevib qoladi, oshiq bo'lib qoladi. Keyin uyiga kelib aytadiki, o'g'lim xafa bo'lmakuda, lekin u qizga uylanishga sen emas, ko'proq men loyiqroqman. Unga men uylanaman deydi. O'g'li bundan hayron bo'lib qoladi. Tavba qildim deydi va shu yerda ota o'g'il o'rtasida ozgina konfliktli vaziyat paydo bo'ladi. Janjallashib ketmoqchi bo'ladi. Endi otasi bilan janjallashishni xohlamaydi-da, bola aytadiki, bo'ldi dedi, vaziyatni yaxshilash uchun, to'g'rilash uchun oqsoqolni chaqiramiz deydi. U aytsin bizga kim uylanishga loyiqroqligini deydi. Keyin oqsoqol keladi, kesaki vaziyat shunaqa. Otasiga qarab, bola otasiga qarab aytadiki, "Sen qanaqa odamsan?" deydi. Katta yoshing bir joyga borib qolgan chol bo'lsang, o'g'ling yaxshi ko'rib qolgan qizga oshiq bo'lishing, uni sevaman deyishing, unga uylanaman deyishing bu qayerning gapi? Farosating bormi sani deydi. To'xtanglar, chaqiringlarchi, sanlar ikkoving orangga shunchalik janjal solgan, ikkoving birdaniga sevib qolgan kim ekan u qiz deydi. Keyin qizni chaqirib kelishadi. Ana oqsoqol qizga qaraydi-da, oqsoqolda ham qizga ishq tushib qoladi. U ham qizni sevib qoladi. Keyin aytadiki, "Men deydi, mana shu mahallani eng obro'li insoniman" deydi. Va bu qizga bitta uylanishga loyiq inson bo'lsa, u ham menman deydi. Ikkoving ham yo'q qol bu yerdan. Keyin janjal endi oshib-toshib ketadi, 3 kishining orasida paydo bo'ladi. Va shu yerda vaziyatni yaxshilash uchun o'sha paytda qozi kalonni chaqirishga bular kelishib olishadi va qozi kalon nima desa, kim uylanadi desa, o'sha uylanadi deyshadi. Bo'ldi. Qozi kalon keladi, vaziyatni ko'radi, aytadiki, "Chaqiringlarchi" deydi. "O'sha qizni men ham bir ko'raychi" deydi. "Senlar uchalangni ham devona qilgan, aqlingni hozirgan qiz kim ekan" deydi. "Bir ko'raylik" deydi. Chaqirib kelishadi hali qizni. Qizni ko'rishi bilan qozi kalonning oyoqlari titrab ketadi. U ham qizni sevib qoladi, muhabbat tushib qoladi. Keyin aytadiki, "Tengi bilan, tezak qopi bilan" deydi. "Bu qizga uylanishga men loyiqman" deydi. "Senlar" deydi, "tengingga, ko'rpangga qo'yib, qarab oyoq uzat" deydi. "Yo'qol bu yerdan" deydi. "Ko'rinmalaring." Hammaning ichida agressiya paydo bo'ladi. Qozi kalon o'zini hukmidan foydalanib, qo'ldagi o'timliligidan foydalanib, so'zini o'timliligidan foydalanib, "Men uylanaman" deb turib oladi. Keyin bular bunga ko'nishmaydi, vaziri chaqiramiz deydi. Vazir aytadi deydi. "Sani gapingdan vaziri gapi bizga o'timliroq bo'ladi" deydi. Vazir nima desa, kim uylanadi shu qizga desa, o'sha uylanadi deydi. Kelishib olishadi, xo'p deyshadi. Va vazir chaqirishadi. Vazir ham keladi. Bular hammasini ishini ahmoqgarchilik deb o'ylaydi-da, "Senlar juda ahmoq inson ekansanlar. Qayerdagi bitta qizni deb turib, shuncha katta odamlar janjal qilib o'tiribsan. Mayli, bu yosh bolaniki tushunsa bo'ladi. Hali yosh. 17-18 yoshdagi bola. Buni sevdi desa bo'ladi. Senlarga nima jin urdi, ahmoqmisanlar?" dedi. Keyin qani o'sha bir qizni ko'raylikchi biz ham deydi. "Qanaqa qiz ekan u, hammangga aqlingni ozdirgan" deydi. Da vazir ham qizni ko'radi. Qizni ko'rgandan keyin vaziri ham tomi ketib qoladi. Aytadi-ku, mana hushi boshidan uchdi deydi-ku, shunaqa vaziyat bo'ladi. Keyin aytadiki, "Men deydi, mana shu davlatda bosh vaziriman" dedi. "Va meni obro'yim, e'tiborim va meni aytgan gapim hammangning ustidan hukmronlik qilishga yetadi. Men aytamanki, bu qizga uylanishga eng loyiqi menman" dedi. "Asallar ko'rpangga qarab oyoq uzatishga harakat qillaring" dedi. "Agar shunga uylanaman desalaring, boshingga ham olib tashlayveraman, menga farqi yo'q" dedi. Keyin bola aytadiki, "Siz shu darajalik zulm qilasizmi? Men deydi, podshohga aytaman" deydi, "arz qilaman" deydi. "Podshohimiz aytsin" deydi. "U adolatli" deydi. "O'sha kim mana shu qizga uylanadi desa, o'sha uylanadi" deydi. "Rozimisizlar" deydi, "Hammasi rozimiz" deydi. Vazir ham, qozi kalon, oqsoqol, otasi, hammasi rozimiz deydi. Keyin podshoh chaqirishadi. O'sha davlatning podshohi keladi-da, qaraydiki, "Mayli" deydi, "vaziyatni yechib berish uchun bizni adolatimizga
murojaat qilmoqchi ekansizlar, adolatimizga sig'inibsizlar, kelinglar deydi, endi men yechib beraman shu vaziyatni deydi. Chaqiringlar o'sha qizni deydi. Men aytaman sizlarga kim uylanishga loyiqligini deydi. Qizni chaqirib kelishadi. U qizni ko'rgandan keyin podshoh nimada saroy bolalari taxtida ko'tarib kelishgan bo'ladi. Taxtidan turib ketadi. Sanlar aqlingni yig'ib ollaring deydi. Bu qizga dunyoda uylanishga bir loyiq inson bo'lsa, u ham menman deydi. Sanlar kim bo'libsanlarki, shu hurliqoga o'zingni loyiq ko'ryapsanlar. Bu qizni men sevdim va bunga men uylanaman deydi. Vaziyat juda jiddiylashgandan keyin endi podshoh ham men uylanaman deb qoldi. Qizga aytishadi, sen kimni tanlasang, o'sha senga uylansin. Senga berdik tanlov imkoniyatini deyshadi. Qiz aytadiki, bo'ldi deydi, bir ish qilamiz deydi. Hozir deydi, men qochaman deydi. Sizlar quvasizlar deydi. Kim birinchi bo'lib menga yetib olsa, men ushlasa, men o'shanga turmushga chiqaman deydi. Bo'ldi deyshadi. Hamma rozi va qiz qochishni boshlaydi. Bular quvishni boshlaydi. Qiz tirjayib, kulib, tabassum qilib qochaveradi. Bular quvaveradi. Qiz qochaveradi, bular quvaveradi. Ma'lum bir joyga yetganda bitta katta chuqur bo'ladi-ku. Chuqurga tushib ketishadi. Hammasi quvib kelayotganlar hammasi chuqurga tushib ketadi. Keyin ana qiz keladida chuqurning boshida ularga qarab turib, tirjayib aytadi. Ey ahmoqlar deydi. Sizlar deydi, hammang meni bir ko'rdingda menga oshiq bo'lding deydi. Shuncha ortimdan sizlarni ergashtirdim deydi. Hattoki meni ko'rgandan keyin menga uylanish xirsida, menga ega bo'lish xirsida o'g'il otasini, ota o'g'lini tanimay qoldi. Qozikalon o'zini hammadan ustunman deb qoldi. Vazir o'zini hokimiyatdagi lavozimini suiiste'mol qilishni boshladi. Podshoh o'zini hamma narsada oldidaman va men hamma narsaga loyiqman, men erishishim kerak deb qoldi. Va hammang 5 ta qo'lingni og'zingga tiqishga harakat qilib qolding. Lekin men hech kimga vafo qilmayman. Sizlar meni kimligimni bilmadilaring. Meni ismim Dunyo deydi. Men deydi, hamma bilan yuraveraman deydi. Hammaga kulib qaraveraman deydi. Hamma bilan oshiq-mashq bo'laveraman, tirjayib, uni ko'ngliga kiraveraman deydi. Lekin oxirida deydi, hech kimga turmushga chiqmayman. Hech kim meni qo'liga kirita olmaydi. Hech kim menga ega bo'la olmaydi va oxirida menga ega bo'laman deb turib xirs qo'yadiganlar bor-ku deydi. Hammasi mana shu chuqurga ravona bo'ladi deydi, xirsi yuzasidan deydi. Va bu xirs ramziy ma'noda qabr deyshadi. Va agar bir inson deydi, o'sha dunyo aytadiki, agar bir inson menga xirs qo'ysa va faqat ko'zi mendan boshqa hech narsani ko'rmasa, u na otasini taniydi, na yoshi katta bir odamni maslahatiga kiradi. Ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi va hech narsani tana olmaydi deydi. Har bir qissadan bir hissa chiqariladi-da o'zi odatda. Endi bu qissadan hissa chiqarishi tomoshabinlarimizni o'ziga qoldirsak, chunki bu qissadan chiqariladigan hissani dunyoni nomidan hikoyani o'zida aytib o'tgan bo'ldik. Salomat bo'ling. Biz tafakkur vodiysi nomi ostida Xudo xolasa yaqindan boshlab ibratli hikoyalar aytish boshladik. Bu hikoyalarimizni birinchisi bo'lsin va bu hikoyalarimizni eshitib kimdir manfaat olsa, kimgadir foydasi tegsa, biz ham xursand bo'lamiz. Haqqimizga duo qilib qo'ysangizlar, boshimiz osmonga yetadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.